Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga o'zbek shou-biznes olamining taniqli vakili Hamdam Sobirov haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. YouTube platformasida qo'shiqlari eng ko'p tinglanadigan o'zbek shou-biznesining hikmekeri xonanda Hamdam Sobirov 6-yanvar kuni 37 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Ota-onam ishlardi, ammo oylab maoshni ololmasdi. Hamdam Sobirov 1989-yilning 6-yanvar kuni Navoiy viloyatida dunyoga kelgan. U bolaligini quyidagicha xotirlaydi. Bolaligim qishloqda o'tgan. Hamma bolalar singari ko'cha changitib katta bo'lganman. Oilada 3-farzandman. 2 opam va bitta singlim bor. Ota-onam tinimsiz mehnat qilardi, ammo ro'zg'orimiz but bo'lmagan, eslolmayman. Chunki u paytlar ishchilarga oylab ish haqqi berilmas, oladiganlari ham oydan oyga yetmasdi. Dadam ko'pincha ishda bo'lardi. Tarbiyamiz bilan asosan onam shug'ullanardi. Onam hech qachon urib baqirmaganini eslolmayman. Ayb qilsak ham erkalab tushuntirardi. Bir kuni maktabdan qaytayotganimda yuk mashinasida tarvuz tashiyotgan ekan. Rosa yegim kelgan edi va yordamlashib yuborsam tarvuz berasizmi deb so'raganman. Ishlaganman, ammo juda kichkina tarvuz berishgan. Xursand bo'lib uyga ketayotganimda qo'limdan tushirib yuborganman va tarvuz yorilib ketgan. Hafsalam pir bo'lib uyga qaytganman va onamga pul bering, tarvuz yegim kelibdi, olib kelaylik deganman. Onamning ham puli yo'q ekanmi, bir necha tanga bergan. Kichkina tarvuz olib yeb o'tirsak, tog'am katta tarvuz ko'tarib kirib keldi. Rosa xursand bo'lganmiz. Bolalik deganda ana shu voqealar ko'z oldimdan o'tadi, deydi Hamdam Sobirov. Moddiy ahvolingizga qarab baho qo'yardi. Xonanda ustozlardan ranjiganini va oilaviy sharoitiga qarab o'quvchini ajratish yaxshi emasligi haqida gapirdi. Afsuski, shunday voqealar bo'ladi. Ayrim o'qituvchilar o'quvchining oilasidagi moddiy ahvoliga qarab baho qo'yardi. Menda ham shunday voqea bo'lgan. Bir ustozim ko'p kamsitardi va eng past bahoni qo'yardi. Bir gal hatto bir ham qo'ygan. Onam majlisga borganida shu haqda aytgan. Onam meni urishmagan, aksincha, demak bolam boshqalardan ajralib turarkan, hatto ikki emas, bir bahoni qo'yibsiz degani, deydi xonanda. Rossiyada ishlab yurgan. Uyda umuman pul jo'natolmaganman. Xonanda oilasidagi moddiy qiyinchiliklarni sabab Rossiyaga ishlagani ketgani haqida so'zlab berdi. Rossiyada ishlashga ketganimda kollejning 1-kursini tamomlagandim. O'qituvchilar bilan gaplashib pulini berib, 2-kursni umuman o'qimaganman. Ishlashga ketishimning asosiy sababi pul bo'lgan. Oilamiz ancha qiynalib qolgani uchun ketishga majbur bo'lganman. O'sha payt oyiga 200 AQSh dollari olishim haqi aytishgandi. Boshida pulning bir qismini berishgan, ammo keyin berishmagan. Uyga umuman pul jo'natolmaganman. Agar bir yil u 2 oydan keyin O'zbekistonga qaytib kelganman. Men ham ko'pchilik qatori Rossiyada qurilishda ishlaganman. Yosh bolaligim umuman 3-qiynalish unchalik sezilmagan. Men binolarning sim karkaslarini taqirdim. Ish payti qo'shiq aytib o'tirsam, yonimdagilar xonanda bo'lasanmi, nega u yerdan yuribsan deb ko'p so'rashardi. Xonanda bo'lishni orzu qilardim, ammo oilamdagi sharoitni bilganim uchun ham u yerdan ketolmasdim, deydi Hamdam Sobirov. Toshkentda 17 yil ijara uyda yashadim. Xonanda O'zbekistonga qaytib, qo'shiqni o'qishga kirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rgani va shartnoma asosida o'qishga qabul qilganini haqida so'zlab berdi. Kollejning 3-kursini o'qiganman. Ishlab pul topolmadim. Endi yaxshilab tayyorlanib Toshkentga ketaman deb niyat qilganman. Shuning uchun ham ilk urinishdayoq institutga shartnoma asosida qabul qilinganman. Bir tomondan o'qishga kirganimdan xursandman, boshqa tomondan esa shartnoma pulini qanday to'lash haqida o'ylaganmiz. Chunki buncha pulni to'lash oilamizga og'irlik qilardi. Nasib qilgan ekan o'qidim.
Ammo o'shanda Toshkentda yashash bunchalar og'irligini bilmagandim. Pulim kamligi uchun kichik uyni bir necha yigitlar bilan band qilardik. Fe'l-atvorim turlicha bo'lgan insonlar bilan bir uyda yashash qanchalik qiyinligini boshidan kechirganlar yaxshi biladi. Hatto istagan paytda chiroqni ham yoqolmaydigan kunlarim bo'lgan. Keyinchalik 1-2 so'm topgandan keyin o'zim uchun alohida uyni ijaraga olganman. O'ylab qarasam Toshkentda 17 yil yashagan ekanman, deydi Hamdam Sobirov. Guruh bilan ishlashim hayotimni o'zgartirmagan. Hamdam Sobirov kursdoshlari bilan Mango guruhini tashkil qilgani haqida gapirdi. Azizxon va Farruh bilan kursdosh bo'lganmiz. Aslida Azizxonning o'zi yakkaxon ijodni boshlamoqchi bo'lgan. Unga guruh sifatida ijod qilishni taklif qilganmiz va u akalarini prodyuserlik qilishga ko'ndirgan. Avvaliga hammasi yaxshi edi, chunki biz bir-birimizni bilamiz deb o'ylardik. Onam Mangoda chiqqanimni televizorda ko'rganlar, juda xursand bo'lganlar, lekin mening Mangoda chiqishimni hayotimizga hech qanday o'zgarish olib kelmagan. Iqtisodiy jihatdan oilamiz qiyin vaziyatda tushib qolganda olib chiqib ketolmaganman. Masalan, shunday vaziyatlar bo'lganki, oilamga 100 ming so'm ham topib berolmadim, lekin o'sha payt Mango guruhini qo'shiqlari aytardim. Hamma taniydi, men bilan muxlislar rasmga tushadi. Tasavvur qiling, konsertda hamma men bilan rasmga tushyapti. Menga sen zo'rsan-da deb hech kimni pisand qilmaysan deyishmayapti. Lekin ishonasizmi, o'sha vaqtda cho'ntagimda bir tiyin pulim yo'q, qornim och edi. Tezroq borib nimadir yeyman deyman, lekin bu vaziyatni hech kim tushunmaydi. Odam yulduz bo'lishi mumkin, lekin u boy bo'ladi degani emas. Hamma yulduzlar ham boy emas. Bu narsani qanday baholashni bilmayman, deydi Hamdam Sobirov. Xonandaning guruhdan ketishi nimalar sabab bo'lgan? Guruhning boshqa a'zosi Farruh Raimov Mangoni tashqari tarqalish sababini kirib, manmanlik, mashhurlik va oilaviy gap-so'zlar bilan izohlagan. Ammo 2025-yilning boshida ikki eski qadrdon do'st yana yarashib oldi va duetni muxlislarga e'tiborda taqdim etdi. Hamdam Sobirov Mangoni tark etganidan so'ng yangi a'zo qabul qilindi va bir muddat ijodni davom ettirishdi, ammo natijalar kutilganidek bo'lmadi. Hamdam Sobirov esa juda qisqa vaqt ichida maktabimda qo'shig'i bilan yakkaxon ijrochi sifatida tanilib ketdi. U hozir nafaqat xonanda, bastakor sifatida ham hamkasblari orasida hurmatga ega. U nafaqat yoshlarga, balki ustoz san'atkorlarga ham qo'shiq yozadi. 2 karra yilning eng yaxshi erkak xonandasi. Hamdam Sobirov 2024-yilda Konsert ijodiy uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi erkak xonandasi Festival Music Awards 2024 ga taqdirlash marosimida ham yilning eng yaxshi erkak xonandasi mukofoti bilan taqdirlangan. Bundan tashqari Yandex Music 2024-yilda yil artisti sovrinini olgan. Mavsum hitlarida ham e'tirof etilib mukofotlar bilan taqdirlangan. Hamdam Sobirovning har bir qo'shig'i YouTube tarmog'ida eng yaxshi, eng ko'p ko'riladigan bo'lib ajralib turadi. Shu bois u bilan duet kuylashni istovchi xonandalar ham yetarlicha ko'p. Masalan, uning Malohat qo'shig'i va unga ishlangan klip YouTube'da 2026-yil holatiga ko'ra 322 million martadan ortiq ko'rilgan. Bu dunyoning reytingida yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. 2025-yilning avgust oyida esa Hamdam Sobirovning barcha kliplari jami ko'rilgan soni 5 milliarddan oshgan. Bu o'zbek shou biznesidagi kliplar orasidagi yuqori konsertchilardan biri. Menga ishon bildirib, doim duoda bo'lgan ota-onamga, oilamga, barcha do'stlarimga va muxlislarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hali ko'p hit qo'shiqlarimizda oldinda deya izoh qoldirdi xonanda. Hamdam Sobirov ayoli Marjona bilan sevishib oila qurgan. Hozirda ularning bir o'g'il va bir qizi bor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Faqat aynan qaysi yo'nalishda ekanligini oshkor etolmayman. Hozirgi kunda ko'proq bolalarim bilan bandman, deydi Marjona Sobirova. Xonanda qimmat avtomobillar ishqibozi. U 2025-yilning o'zida ikkita yoz oylarida narxi $215 ming turadigan
Mercedes-AMG 63 avtomobilini xarid qildi. Kuzda esa uning mashinalar soni yanada bittaga ko'paydi. Yangi BMW rusumli avtomobil xarid qildi. Xonanda farzandlari hali kichkinaligi va oilasi uchun kattalik qilayotgani bois 1,5 yil avval sotib olgan orzusidagi hashamatli hovlini ham sotuvga qo'ygan deyiladi xabarda. O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakillari haqida bilishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroligimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qoldiring.